Qiyin qıstaq. Kommunizmning haqiqiy aqdi bashrasini ichib beradigan Urumchidagi 21 yillik turma hayoti. Bu asarda kommunizm iskanjisining qurboniga aylangan Uyg'ur yoshining, shundaqla uning musulmon oilasining kechirmishlari aynan so'zlangan. Kommunizm niqobi ostida millat yoshlarining yangi ma'naviyat va madaniyat davosi bilan dinsizlik g'oyalarining singdirilishi, xalqning o'zligidan milliy va diniy e'tiqodidan ayirish jarayonlarini yorqin holatda ifodalab yozilgan bu kitob o'qirmanlarning yoqtirishiga erishishi tabiiy. Asarda bir oila a'zolari beshidan o'tkazgan tuhmat va qiyin qistoqlar misolida Xitoy kommunistlarining Uyg'ur millatiga elib borgan azob-uqubatlari, dard alamlari tafsili bayon qilingan. Qiyin qistoq 11-qism. Dadamni o'ltirgizdi. Onamni va ochamni boshqa yurtlarga surgun qildirdi. Oilamizning chirog'ini o'chirdi. Ah, Turg'un, shularni o'z qo'llaring bilan qanday qilganligingni sendan so'ralsam edim. Sen teramni o'zing shilmading, lekin boshqasiga buyruq berding. Bulardan xushonmasan, Turg'un. Qashki bu savolni ko'zlaringga qarab turib, sendan so'rab olsam edim. Kamarda hamma odam xuddi o'liklarga o'xshash yerdagi beton ustida yetishar edi. Har kuni kechasi ba'zilar o'latdi. Tong otgandan keyin o'liklarni elib, cho'ng mashinaga bosatdik. Xuddi o'tin bosgandek. Keyin bu jasadlarni soqchilar elib ketadi. Keyingi yillarda bildimki, bu jasadlarning go'shidan bizga tamoq tayyorlashar ekan. Ey Allohim, bu vahshiyliklarni jahannamning qiynoqlariga qandoqmi o'xshatish mumkin? U qiynoqlarni farishtalar ularning gunohkorlariga berishidi. Gunohi bo'lmagan biror odamni jazolamaydi. Adolatning farqi bo'lmagan bu pastkashlarni jahannam qiynoqlariga nimishqa o'xshatganligini aslo tushuna olmadim. Soqchilar tosh konada o'lganlarning ko'pinchisini ko'mishga ruxsat bermaydi. Biz ularni qamoqxona atrofiga ko'madi deb o'ylab, ular bizga buni jazo bo'lish uchun shunday qiladi deydi. Ammo ularning ko'shida biz yeb qo'sqimiz to'ymaydigan tamoqlarni tayyorlashar ekan. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Musa akaning jasadini tamoq qilishdan saqlab qolganligiga. Ahmadning menga qandoq jazo beradiganligini doim o'ylaydim. Chunki u menga sendan intiqomimni olaman degan edi. Rostla u intiqomini oldi. Ya'ni 2 oy qorong'u kamerda qo'ydi. Bu kamer belimgacha suvga to'lgan bo'lib, u yerda to'liq 2 oy turdim. Bu jarayonda inson badanining dunyo sinoqlariga bardoshlik berish kuchining haqiqatan zo'r ekanligini Xitoy iskanjisida his qilib yetdim. Mencha bu qiyin qistoqning haqiqiy ismi Xitoy iskanjisi emas, dinsizlik iskanjisidir. İsmining Xitoy iskanjisi ekanligidan boshqa dinsizlar bunda qiynashmaydi degan ma'no chiqmaydi. Agar suvda turaverib, baklab bo'shab, o'lib qolay degan bo'lsam, ular meni sulh kamerdan susiz quruq kamerga elib chiqatdi. Uningda kamer ko'zimga saraydek ko'rinib ketadi. Bu qiynoq qistoqmi oxiri tugadi. Bu sulh kamerdan elib chiqishdi. Ondan Falastin osquchiga esishdi. Bu qiynashni nemishqa Falastin osquchi deydi, aniq bilmadim. Lekin rivoyat qilinishicha burunqi zamonda Falastinliklar Yahudiylarni shuningdek osquchga osgan ekan. Yolg'onchilar, kazzoblar. Vaholanki to'g'risi, Yahudiylar Falastinliklarni shundoq osgan. Isroil Yahudiylari musulmonlarni shuningdek qiynoqqa solar edi. Buni butun dunyo bilgan bo'lsa-mu, ko'zini yumib kelayotqili bir asr bo'lay dedi. Ammo qaysi bir musulmon boshqa insonlarga shuningdek qiynoqni qiladi? Agar qilgan deyilsa, u odam islomga zid ishni qilgan bo'ladi va uning bu ishi islomga bog'lanmaydi. Agar shundoq ig'ir qiynagan bo'lsa, u inson inqilobchi yoki uning tamsilchisi bo'lishi mumkin. Bilaman, bu qiynoqlarimni anglab bakla oshirib yetibdi. Xitoyni bakla yovuz ko'rsatib yetibdi deb ba'zi inqilobchilar meni tillab, bu bo'lmagan ishni deb qasdan Xitoyni yomon ko'rsatdi deb aytishdi. Ulardan shuni so'ramoqchiman.
Qaysi biriniz kommunizmni menchilik yaqindan ko'rdingiz? Qaysi biringizning jini u yerda qiynaldi? Qaysi biringiz menchilik azoblanganligingizni kommunizmni mendan yaxshiroq bilishingizni aytolasiz? Ay yoshlar, sizlar aytayotgan bu gaplarga men shunchaki kulib qo'yman xolos. Bu Falastin ochquchi degan qiynoqning ismini meningcha yahudiylar qo'yishgan bo'lsa kerak. Lekin bu osquch menga boshqa qiynoqlar oldida aram berguchi narsadek tuyuldi. Falastin osquchi degan ismni qo'yganlardan so'ramoqchiman. Haliqi qiynoq chuqurlarning ismi nima? Ichiga inson selinib och va qistab o'ldirilgan sanduqlarning ismi nima? Qani dabiqinga suv to'ldirilgan kamerlarni, insonlarning terisini shilib taraydigan tog'oqlarni, bularga Xitoy tog'oqi, Xitoy chuquri deyalaysizmi? Bularning hammasining ismini kommunist qiynoqlarmi? Yo'q. Bularning hammasining ismi dinsizlik qiynog'idir. Shaksizki kommunizm dinsizlikning bir turidir. Biror qiynash usuli Alloh avatgan dinlardan paydo bo'lmagan, balki Alloh avatgan hamma haq dinlarda insonni buningda qiyin qistoqqa selish harom qilingan. Shuning uchun islom dinini bakli yaxshi ko'raman. Alhamdulillah musulmon bo'lganligim uchun. Islom nima degan go'zal din ha? Hatto eng cho'ng dushmanigimi undaq rayimsiz qiyin qistoqlarni qilishni to'sgan. Ahmad mening esilib turgan vaqtimda yenimga keldi. Putumni osmonga qilib esilgan edim. Putlarim to'liq kerilib ikki tal tumirga bog'langan edi. Mushu qiynashda so'ngaklarim sunmag'ini uchun onamga qarzdor ekanligimni his qildim. Meni 2,5 yil emitib, so'ngaklari kuchlik bo'lsin deb, yo'talarimga qo'yning issiq bo'rigini tangan ekan-ku. Shuning uchun so'ngaklarim kuchlik ekan. Mening bechora onam. Bir qitim bo'lsam sizni ko'ra olsam-chu. Sizni bir qitim bo'lsam puriya olsam edim. Va sizga qarab, sutingiz meni dinsiz bo'lishdan qutqizolmadi ana. Lekin so'ngaklarim sunishdan qutqizib qoldi. Menga shuncha vaqt sut berganingiz uchun sizdan nihoyatda xursandman ana. Jinim ana, sizga rahmat azizam ana degim bor edi. Ahmad yana shu konusu olni so'radi. Qandaq ahvoling Kamil dedi u. Xiyolimga kelgan ming xil haqoratlardan keyin ilova qildim. Bu hayotda 3 tal orzuyim bor edi. Endi 4 bo'ldi. Ularning eng birinchisi turg'unni ko'rish edi. Lekin sen turg'undan o'tib ketding. Endi eng katta orzuyim seni o'ldirish dedim. U qaqoqlab kulib ketdi. Shuncha vaqt tortgan azoblarim bir tarafda, Ahmadning qandaq ahvoling Kamil deyishi bir tarafda edi. Balki buningga ishonmassiz, lekin shundoq edi. Falastin osquchi deyilgan narsaga shu vaqtlarda to'liq 1,5 yil esildi. Ahmad meni umumiy qilib 2 yil qiynoqqa solgan edi. Shundoq qilib ismining nima, o'rnining qayerda ekanligini bilmagan turmada 6 yilni o'tkazdim. Bir kuni Ahmad itlarga buyruq berib, qo'llarimni kaynimga qayritqizib, quduqning beshiga elib bordi. Ahmadning og'zida seg'iz bor ekan. U qo'lida tayoq tutgan holatda buyruq qilib, meni tumir ustiga chiqishga buyurdi. Men qalin tumirlar ustidan menib, quduqning o'ttirsiga keldim. Bu vaqtda yerim kecha bo'lib qolgan edi. Ahmad yeriqi Toshkentdagi o'zini professor degan soqchi bilan quduqning beshiga keldi. Uni ko'zim ko'rishi bilan yoqasidan tortdim va shu hamon uni quduqqa tashladim. Quduq degidan meni qutqaz deb hamrohi bo'lgan soqchiga vaqirar edi. Men bo'lsam uni huzurlanib tomosha qilar edim. Ko'nglim nihoyatda yayrayotgan edi. Ustidan pastga qarab vaqirdim. Qandaq ahvoling Ahmad? Kechirsan, nihoyatda yaxshi bo'lsan kerak. Quduqning chashqonlari rosa echirqab ketgan edi, dedim. Ko'p o'tmay Ahmad o'ldi. Yiliqi soqchiga qaradim. U soqchi kulimsiragancha javob berdi. Men hech narsa ko'rmadim. Sen biror ish qildingmi dedi. Ondan kameraga kelib joyimda yetib rohatlanib uxladim. Men u ko'p azob bergan edi. Hali ham uningga bo'lgan g'azabim tugagani yo'q. Nima qilsam ham uni esimdan chiqara olmadim.
birinchi qilib kamardishim Fatihga qilgan ishimning bo'lib o'tgan voqeasini aytib berdi. Fatih suyunginidan usulga tushishga boshladi. Ahmadning yo'qligini 2 kungacha hech kim bilmadi. Birarsa uning jasadini quduqda ko'rgan bo'lsa-mu, tuniy olmas edi. Chunki u yerga mahbuslardan birasi tushib ketgan bo'lsa kerak deb o'ylashar edi. Bir qatim bo'limga kelib so'rashdi. Meni qo'rquv bosdi. U soqchi meni setib qo'ygan bo'lishi mumkinmi? Meni oldigan bo'lishi mumkinmi? Qo'rqish kun sari oshdi. O'zimga o'zim tasalli berdim. Ansirma Kamil, u itni o'ldirganing uchun o'lsang ham arziydi. Ondan xotirjam bo'ldim. Hamma joydan izladi, ammo Ahmadni topolmadi. Xotirjam bo'ldim-yu, lekin sal qo'rqinch bor edi. Men ansirishimni u soqchiga aytib berdim. U menga tasalli berib, "Qo'rqma, o'lsammi aytmayman" dedi. Haqiqatan hech kimga aytmadi. Fatih fursat bo'lsa-la meni quchoqlab, "Aka, qo'lingizni bir bering, suyib qo'yay" der edi. Umi bir soqchini ko'z ostiga elib qo'ygan edi. U soqchi Fatihning g'ururiga tegar edi. Bir kuni oldimga kelib, ikkili qo'limni suyishga boshladi. "Aka, o'ng qo'lingizni Ahmad uchun so'ydim. Keling, sol qo'lingizni bu ish uchun so'yay. Uning ham ishini bitiring" dedi. Kulishib ketdik. Bir necha yil o'tgandan keyin chaqchaqlashib kulayotgan edim. Bu yerda yana 6 oy qoldim. 1000 kishilik kamarda 100 kishi qolgan edi. Qolganlar qiynoqqa chidolmay o'lib ketgan. Bu son faqat bizning kamarda o'lganlarga tegishli edi. Boshqa kamarlarda o'lganlarni qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, bu minglab insonlarning tamoq qilinganligini bildirdi. Xalqqa boyasha turmush elib keladigan kommunizm. Afsuski xalqning go'shida tamoq qilishar ekan. Shuncha uzun vaqt ichida 3 qatim g'alati ravishda sotlandim. Sot qilsa baribir hech narsa o'zgarmas edi. Chunki mening haqqimdagi aybnomam ham dalil ham xulosa edi. Dinsizlar tuzgan huquq va sud qarorlarining xulosasi shu edi. Ayblanish degani tutgan vaqtda jazo bekitildi degani edi. Kommunist Xitoy qonuni bo'yicha xalq sudlarmish. Xalq sudimish. Bo'ldi qiling. Kulgimni qisdiman. Zulmdan tug'ilgan zulm. Tunji qatim turmaga kirgan vaqtim 1953-yili edi. Mana men hatto shuncha qiynoqlar bilan 1969-yilga kelgan bo'lsam-mu, texicha tirik edim. Bir kuni tuyuqsiz meni va bir necha mahbuslarni bu qo'rqinchli turmadan elib, Urumchi shaharlik birinchi turmaga elib bordi. Yo'lda menib shaharning ichi ekanligini ko'rganda, endi qiynoq ko'rmagidekman deb o'yladim. Ammo u yerga borgandan keyin bakla hayron qoldim. Meni 30 kishilik kamerga tashlashdi. Bakla g'alita. Bu kamerda ayollar aralashgan. Bu yerda ilgari turmaga o'xshash cho'ng kamerlar yo'q ekan. Lekin qoidalar o'xshash bo'lib, bu yerda mu ochliq, qamcha, tosh kollari, ko'z ko'rib, quloq anglab boqmagan qiynoqlar. Kamerda zinoda ayblanib yotgan ayollar bor edi. Lekin 21 yillik qamoqxona hayotimda zina sababidan yotgan biror er kishini ko'rmadim. Ayollarning orasidagi bir yosh qiz diqqatimni tortdi. Bu mahbus qiz boshqa mahbus ayollarga qat'iy o'xshamaydi. Nejis Xitoyning davosicha ayollar barobar bo'lgani uchun ularni ayollarni ayirib boshqa kamerda qo'yishning hojati yo'qmish. Men bu turmadagi 5 ayolning ismini unutmadim. Bular Sajida, Maynur, Malika va Selmagul edi. Selmagul boshqacha qiz edi. Eg'ir besiq, erlarga esilmaydigan, qiynoqdan kelib qiynoqqa ketadigan madaniyatlik va bak chiroyli qiz edi. Bir qatim uningdan jinoyatining nima ekanligini so'radim. Menga g'alati qilib qarab, nihoyatda ma'nalik javob berdi. Bu zulmda tug'ilishning o'zi jinoyat. Nihoyatda chiroyli ma'noli javob edi. Lekin men boshqa narsani berishni xohladim. Bir oz o'zimga kelishimga, turg'un xiyolimga kelib, ichimda o't yonar edi. Uni ko'rmasdan o'lishni xohlamasdim. U yerdan bir aynak tepib o'zimga qaradim. Bichoraman, nima ahvoldaman ha? Bu turmada tunji qish fasliga kirib kelgan edi.
bizni yiroqlarga elib berib kashgacha ishlatib, kashda turmaga yana qochtirib kelishar edi. Bir kuni atiganda tizilib kishan selishni kutayotgan edik. Navbat kishan selayotgan edi. Tuyuqsiz bir kapitan bari ovoz bilan baqirdi. Ratlik turinglar. Turma boshlig'i mahbuslarni oqtirish uchun chiqibdi. Bu yerga kelayotganmish, dedi. Xuddi biz boshqa vaqtda safga tizilmaydigandek, ratlik qilib bizni tizishdi. Hammamiz bir xil kiyimda edik. Bizning nimamizni oqtirarkan hayronman. Safga tizilgan holda boshliqning kelishini xila uzun kutdi. Turma boshlig'i keldi. U safning beshidan mahbuslarni birma-bir ko'zdan kechirib, biz tarafga qarab kelayotgan edi. Turma boshlig'i qattiq qo'l ekan. Hech ham kulmas ekan degan gaplarni mahbuslardan anglaydi. Boshliq mening oldimga kelganda hammamizga qarab, "Qandoq ahvolinglar?" deb so'radi. Ustimdan suv quygandek bo'ldi. Bu ovoz kimning ovozi? Ey Allohim, menga chidaydigan kuch ber va yurak bergin.